Assalomu alaykum, zamonaviy mebel kuzatib boruvchi qadrli obunachilarimiz. Yana bir yangi ishimizni bitirdik, kreativimizni devor obifkalari bilan. Hop, elektr joylari ham alohida tashab ketilgan, ko'rib turibsizlar. Mягкий qilib, yumshoq materialda qilib berdik. O'zingizlar xohlagan rangda, xohlagan o'lchamda buyurtma berishingiz mumkin. Assalomu alaykum, bizning qadrli obunachilarimiz, Klass Mebel. Bugun navbatdagi Klass Mebeldan bugungi zamonaviy shu oshxonamizdagi yangi oshxona mebelini tayyorlab kelganmiz. Bugun ustanovka shkoflarini yig'ib beramiz. Buyurtma asosida o'tki shkoflarimiz tushadi, mebellari, oshxona mebeli. Tepada vitishkalarini qo'yib, bugun xudo xolisa ishlarni amalga oshiramiz. Bizani to'liq videolarimiz yana davom etadi. Bizani kuzatishda davom etinglar. Zamonaviy mebel, xonadoningiz ko'rki, zamonaviy mebel doimo sizlar uchun izlanishda. Shu oshxonani yana obzor qilamiz bitgandan keyin. Yan holatini ham ko'rishingiz mumkin. Xolodilnikning o'rni mana ko'rib turganingizdek televizor. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Navbatdagi jonimizning buyurtmalari tayyor bo'ldi. Ko'rib turganingizdek, mягкий qilib hamma yoqlarini mягкий qilib berdik. Kravatlarni fasonini ham o'zlari tanlagandilar. Hop, matraslar razmeri 1.80 ga 2.10. Hop, ko'rib turganingizdek, mana chetlari hamma yoqlari mягкий bo'lgan. Villur materialda, Xitoy material, lekin sifati yaxshi. Hop, mana bu yoqlari tumachalar qabul chiqilgan, akkuratlik qilib, chiroyli qilib. Yo'llarini ko'rishingiz mumkin. Yo'llari ham hamma yo'llari yumshoq qilib qilingan, chiroyli qilib. Sizlarga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, telefonlarimizni eslatib o'tamiz. 93 527 36 46. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Navbatdagi jonimizning buyurtmalari tayyor bo'ldi. Ko'rib turganingizdek, mягкий qilib hamma yoqlarini mягкий qilib berdik. Kravatlarni fasonini ham o'zlari tanlagandilar. Hop, matraslar razmeri 1.80 ga 2.10. Hop, ko'rib turganingizdek, mana chetlari hamma yoqlari mягкий bo'lgan. Villur materialda, Xitoy material, lekin sifati yaxshi. Hop, mana bu yoqlari tumachalar qabul chiqilgan, akkuratlik qilib, chiroyli qilib. Yo'llarini ko'rishingiz mumkin. Yo'llari ham hamma yoqlari yumshoq qilib qilingan, chiroyli qilib. Sizlarga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, telefonlarimizni eslatib o'tamiz. 93 527 36 46.